Alo. Alo. Assalomu alaykum. Dilorom Xojona siz bo'lasizmi? Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi. Onajon sog'misiz, salomatmisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Bugungi ulug' ayyomlar Allohimga banda payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Onajon, ayni damda ijtimoiy tarmoqlarda ommalashib borayotgan yaqinlarimga tabrik loyihasi orqali qo'ng'iroq qilmoqdaman. Rahmat. Onajon, bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, bemalol. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Onajon, bizning loyihamizga go'zal bir dilnomalar, tabrik xatlari yetib kelgan ekan. Onajon, yaqinlaringiz, qadrdonlaringiz orasidan kimlar yollagan bo'lishi mumkin? Onlardir, nevaralardir. Ko'proq kimdan kutmoqdasiz, onajon? Hammasidan. Albatta. Onajon, bugungi ulug' ayyomingizni o'zgacha tarzda nishonlamoqchi bo'lgan yaqinlaringiz Matluba opa, Ulug'bek aka hamda nabirangiz Izzatullo tomonidan go'zal bir dilnomalar, tabrik xatlari yetib kelgan ekan. Rahmat, rahmat. Onajon, ular tomonidan tabriklarini o'qib eshittirsam nima deysiz? Rahmat, mayli, bemalol. Tashakkur, onajon. Assalomu alaykum, mening mehribon onajonim. Bugungi ulug' ayyomingiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Bu yoshlarning ko'pini ko'rib yuring, umringiz uzoq bo'lsin, tanajoningiz sog' bo'lsin. Ilohim bizning nabiralaringizning baxtiga sog'-omon bo'lib yuring, onajon. 100 yoshlarga yetganda ham sizni shunday go'zallik tark etmasin deya tabriklab qolibdilar yaqinlaringiz. Rahmat, rahmat. Ularga umrim uzoq bo'lsin. Onajon, ular tomonidan yana bir she'r o'qib eshittirsam. Bemalol. Mehri daryo soyligim, bahosi yo'q boyligim, hammadan chiroyligim, onam mani jonim onam. Men deb joni xalagim, jannatlardan daragim, men uchun eng keragim, onam mani jonim onam. Shirin shirin so'zlagan, faqat baxtim ko'zlagan, go'zalim deb so'zlagan, onam mani jonim onam deya tabriklar, go'zal she'riy satrlar yozib qoldiribdilar qizingiz Matluba opa, onajon. Rahmat. Onajon, yaqinlaringizga, Matluba opaga, qadrdonlaringizga bo'ladigan go'zal dilnomalaringiz bo'lsa marhamat. Bolalarimning hammasi qo'shqani bilan ko'rsatgan. Ularning uylariga kirsin. Bolalarini uylantirsin, to'ylar qilsin. Hammasini orzu havaslarini ko'rsin. Rahmat. Tashakkur, onajon. Siz bilan onajon yaqinlarimga tabrik loyihasi boshlovchisi Azizbek bo'ldi. Rahmat, rahmat siz ham. Ko'p yashang, umringiz uzoq bo'lsin. Ishlaringiz omadli bo'lsin. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling onajon. Yana bir bor qarshilagan bahoringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Yonimdagi boyligim, o'zimni chiroyligim, ona yoningizda biling mening intizorligim. Uyimdagi bahorim, siz mening mehribonim, ona, onajonginam mana. Yoshligimda yig'lasamga ovutganim edingiz, bolam xavotirlanmagin, yoningdaman derdingiz. Bolam deya farzandim deb ne kunni ko'rmadingiz, ona, onajonginam mana. Yonimizda bor bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling, ona, onajonginam mana.
turguncha turing ona, onajonginam mana. Yonimizda bor bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling onam, onajonginam mana. Baxtimiz ko'rib yuring, dunyo turguncha turing ona, onajonginam mana. Mening halovatim, ko'rib yuring rohatim ona. Izlasam ham biling, sizdek do'st topolmadim. Mening shirin zabonim, jannatim mehribonim onam, onajonginam mana. Yoshligimda xasta bo'lsam xavotirda edingiz, borligimga siz bir sabab, sizning duolaringiz. Bolam deya farzandim deb dunyoga keltirdingiz onam, onajonginam mana.